Süleyman Bey, Kılıçoğlu saat 12'da sizni kutadi. O'sha yerda bo'lamiz. Yaxshi qoling. Sendan biror nima istashsa bajar. Nima ekan? Yashashing uchun hamma narsani. Meni oyoq qo'limni bog'lashdi. Yo bir gap eshitamiz, yo bir gap aytamiz. Sen o'z boshimcha bo'lib ketding, chaqir. O'zingga o'zing dushman bo'lding. Kattalarim amr qilmagan hech narsa qilmadim. Shunchalik sodiqmisan? Har doim sadoqating isboti uchun har qanday badalni to'lashga tayyormisan? Ha, marhamat Mehmet Bey. Chaqir sizga qilgan harakatlari sabab kechirim so'raydi. Siz esa kattasi sifatida uni kechirasiz. Ambalaji soat 16'da İstiniya yaxta portidan Arkida nomli yaxtada Kiprga jo'nab ketadi. Qaraqonli sadoqatingni mukofotlaydi. Xayrli sayrlar, kapitan.